Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan aksiya o'zi bu nima, aksiyada qanday savdo metodlari mavjud va investorlar kimlar va investorlar qanday turlar mavjud kabi savollarga to'xtalib o'tamiz. Aksiya bu kompaniyaning ma'lum bir qismiga egalik huquqi mavjudligini tasdiqlovchi qimmatli qog'oz yoki hujjat sifatida ko'rishimiz mumkin. Deylik, sizda ko'chmas uyingiz mavjud. O'sha uyni sizga tegishliligini tasdiqlovchi hujjat bu nima? Albatta, o'sha uyning kadastri hisoblanadi. Kompaniyalarda esa kompaniyaning ma'lum bir qismiga egalik qilishingiz, aytaylik 10 mingta ulushdan bitta qismiga egalik qilishingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Mana shu hujjat aksiya deb nomlanadi. Aksiya o'zi bu elektron ko'rinishda bo'ladi va brokerlik tashkilotlari orqali xarid qilinadi. Agar sizga elektron ko'rinishda sertifikat taqdim qiladigan bo'lsa, uni siz любой joyda mana shu kompaniyaning ulushiga egalik qilaman deb ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Aksiyani narxi doimiy o'zgarib turadi va mana shu narx o'zgarishi orqali biz daromad qilamiz, ya'ni kompaniyani arzonlashganda sotib olib, qimmatlashganda qimmatroq narxda sotish orqali asosan daromad qilamiz va bundan tashqari qo'shimcha daromad usullari ham mavjud. Uni keyingi darsda gaplashib o'tamiz. Aksiya sizga mulkiy sifatida o'tkaziladi va nomingiz Amerika depozitariyasidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Ya'ni siz O'zbekistonda bo'la turib, Amerikadagi biron bir firmani ma'lum bir qismiga egalik qilishingiz mumkin va mana shu egalik qilishingiz albatta Amerika tarafidan ro'yxatga olib qo'yiladi. Mana shu inson mana shu tashkilotni mana shuncha ulushiga ega deb ular o'zlariga yozib qo'yadi. Ya'ni siz ertaga Amerikaga borganingizda mana shu kompaniyani qismiga egalik qilaman deb bemalol ko'ksingizga kelib aytishingiz mumkin bo'ladi. Endi aksiyalarda savdo muddatiga ko'ra investing va trading yo'nalishlari mavjud. Investing bu uzoq muddatli savdolar hisoblanadi. Uzoq muddatli savdolar deganda o'rtacha 2-3 oydan tortib bir necha yillar davomida kompaniyani sotib olgandan so'ng aksiyasini sotmasdan ushlab turish nazarda tutiladi. Eng mashhur investorlardan biri sifatida Warren Buffettni keltirib o'tishimiz mumkin. Warren Buffett bu taxminan 20 yil avval Coca-Cola aksiyasini attiga 50 sent paytda sotib olgan va hozirgi paytda Coca-Cola aksiyasining narxi donasiga $55 tashkil qiladi. Ya'ni u 20 yil ushlash davomida kompaniyaning narxi 100 barobardan ko'proqqa oshib ketgan. Va ya'ni investing yo'nalishida mana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Investingda o'rtacha 50% dan 200% gacha daromad ko'zlanadi. Ya'ni siz kompaniyani sotib olasiz, eng kamida 2-3 oydan tortib bir necha yilgacha ushlab turishingiz mumkin, lekin foydasi ham shunga yarasha 200-300% gacha ham daromad berib yuborishi ehtimolligi yuqori bo'ladi. Ikkinchi savdo metodimiz bu trading yo'nalishi hisoblanadi. Trading bu qisqa muddatli savdolarga asoslangan hisoblanadi va bunda siz aksiyani sotib olgandan so'ng bir kundan 2-3 haftagacha bemalol ushlab turishingiz mumkin. Ya'ni o'zi sotish ehtimolligi o'zingizda, sotish ixtiyori o'zingizda bo'ladi. Ya'ni xohlasangiz bugun olib ertaga sotaverasiz, xohlasangiz bir necha yil ushlab turishingiz mumkin. Bu sizning shaxsiy mulkingiz hisoblanadi. Endi qisqa muddatli savdolarda taxminan o'rtacha 5-10% miqdordagi daromad ko'zlanadi va bu haftalik ko'rsatkich. Haftasiga 3-4% dan tortib 5-10% gacha daromad qilishingiz mumkin. Bu qisqa muddatli savdolar orqali. Albatta siz o'zingiz ishingizdan, kasbingizdan kelib chiqqan holatda o'zingizga mos bo'lgan savdo yo'nalishini tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz ishingizdan vaqt ajrata olmaydigan bo'lsangiz, kuniga 1 soat yoki yarim soat vaqt ajrata oladigan bo'lsangiz, sizga albatta investing yo'nalishi muhimroq bo'ladi. Ya'ni siz kompaniyani yaxshilab chuqur tahlil qilib, siz unga savdo qilasiz va 2-3 oy davomida u kompaniyani sotmasdan ushlab turasiz. Keyin qachonki foydaga chiqib 30%, 40% miqdorda, ya'ni sizni qoniqtiradigan daromad bergandan so'ng sotishingiz mumkin bo'ladi. Trading esa umrini mana shu sohaga bag'ishlamoqchi bo'lgan insonlar, ya'ni kuniga kamida 4-5 soat bo'lmasa 7-8 soatgacha vaqtini ajrata oladigan insonlar uchun trading yo'nalishi muhim hisoblanadi. Ya'ni siz aksiyani sotib olasiz, ertasi kuni sotasiz va har kuni mana shu protsess qayta takrorlanadi va siz bitta emas, kamida 5-6 ta aksiya bilan savdo qilganingiz tufayli tradingda anchagina vaqtingiz ko'p ketib qoladi, lekin foydasi ham shunga yarasha nisbatan anchagina yuqori. Ya'ni haftasiga 3-4%, 5-6% bo'lsa, bu oyiga 20-30% tashkil qilishi ham ehtimolligi yuqori. Xo'p, keyingi to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa bu investor turlari, smart money va dump money. Xo'p, bizda 3 xil turdagi investorlar mavjud. Birinchisi institutsional investorlar hisoblanadi. Institutsional investorlar boshqacha nom bilan yirik akulalar, ya'ni eng katta akulalar sifatida ham ko'riladi. Sabab nega? Sabab institutsional investorlarda juda katta mablag'lar to'plangan bo'ladi. Institutsional investorlardan bittasi sifatida BlackRock kompaniyasini aytishim mumkin. U hedge fond sifatida faoliyat yuritadi va BlackRock o'zida taxminan 9-10 trillion dollar puli bor. Ya'ni 10 trillion dollar degani bu Apple kabi 3 trillionlik kompaniyadan 3 tasini bemalol sotib ola oladi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bozorda haqiqiy regulyatorlar, ya'ni boshqaruvchilar sifatida hedge fondlarda, ya'ni institutsional investorlar aytishimiz mumkin. Bularga kirishi mumkin banklar, hedge fondlar,
pensioniy fondlar va venture fondlarni misol keltirishimiz mumkin va bularda taxminan o'rtacha bir necha yuzlab treyderlar faoliyat yuritadi. Ya'ni bitta investor, ya'ni hedge fond ichida kamida yuzlab mutaxassislar faoliyat yuritadi va bularda juda katta baza to'plangan bo'ladi. Shu sababli ular bozorni bemalol boshqara oladi. Ikkinchi turdagi investorlar insayderlar deb ataladi va insayderlarga asosan kompaniya xodimlari va boshqaruv kengash a'zolari kiradi. Ya'ni kompaniya kelajagi haqida qaror chiqaradigan insonlar bo'ladi va insayderlar kompaniya haqida ichki ma'lumotlarni biladi. Ya'ni ertaga qanaqa joriy hisobot chiqaradi yoki ertaga qanaqa yangilik chiqaradi va shuning uchun ham insayderlar savdosi, ya'ni men shu kompaniyani o'zimni kompaniyamni ulushini shunchasini sotdim yoki shunchasini qaytarib sotib oldim degan kabi ma'lumotlarni albatta taqdim qilish kerak bo'ladi. Va uchinchi turdagi investorlar retail investorlar deyiladi yoki qo'pol qilib aytganda dump money, ya'ni ahmoq pullar deb ataladi. Sabab nega desangiz, bu kichkinagina depozit ega bo'lgan, o'zini pulini boshqarmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladi va albatta retail investorlarga biz kiramiz, ya'ni shaxsiy pulimiz bor va nisbatan hedge fondlarga nisbatan va insayderlarga nisbatan kichikroq depozit ega bo'lgan insonlar hisoblanadi va retail investorlar yuqoridagi ikkita investorlar, ya'ni hedge fondlar va insayderlarni harakatiga qarab savdo qiladi. Ya'ni ular qaysi tarafga qarab savdo qilsa, biz ham ularning orqasidan ergashamiz. Mana shu ketma-ketlikda savdolarni olib borsak bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.